Rostdan yosh bo'lib qo'yapman. Doktor aytdi-ku, bir kun undoq, bir kun bundoq nima deb bo'lib qoladi deb. Boring kiring. Yo'q, men kiraman, siz kiring. Boring. Uxlayapman. Tuzukmisiz? Nima bo'ldi sizga? Nima bo'ldi oyijon? Xafa bo'ldim. Nima bo'ldi oyijon? Men bog'chaga bormayman. Bog'chaga? Bog'chagami yoki qariyalar uyigami oyijon? Bog'chaga. Hozir telefon qilaman bog'chapaga. Alo, bog'chapa. Qizlar, menga qaranglar. Hozir kelishib ish qilmaydigan bo'lsak, uysiz ham, ersiz ham qolib ketamiz. Voy, ersiz qolsak och qolamiz. Nozlim, siz oshxonaga kirib turib, ovqatingizni yeb oling, biz o'zimiz hal qilamiz. Bora qol. Yulduz, menga qarang. Siz hozir telefonni olib tez Xudo xolaga telefon qiling. Xonzoda ikki qatligi uchun kaprizli bo'lib qolgandek, o'g'li bilan kelib tez kelinni olib ketsin. Xosiyat, siz tez Xonzodaning telefonini olib, boya olgan videolarni tez udarit qilib tashlang, xo'pmi? Biz Nigor bilan atasga qarab turamiz. Boringlar. Qara, ovozini qara. Anneciğim, yaxshimisiz? Yo'q, yomonman. Nima bo'ldi? Men sizni yomon qo'yaman. Ichlardan gapirib oldilar. Siz meni atatak qildingiz. Nima qildim men? Qo'ying. Oyijon, rostdan ham o'zlarini yosh bola deb his qilyaptilarmi? Ko'rib turibsiz ahvollarini. Hozir kelimiz qarab turing. O'tiring mana bunda. Anta Xonzodaning telefonida qancha videolarni o'chirishim kerak men. Oling, oyijon, onlarda turibdi o'tirsiz. Telefonni bermayman. Asalim, Xosiyat opog'ingga telefonini ber. Yo'q. Men senga chupa-chup solib beraman. Menga maymun bo'lib bersan. Maymun. Ha, mayli. Nima qilsangiz qilasiz, oyijon. Maymun bo'lsa maymun. Maymun. Assalomu alaykum Xudo xola, yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Hamma yaxshimi? Voy, suyunchi. Xonzodaxon homilador ekanlar. Endi bilasiz, homilador ayolligi oson emas. Eriga ozgina injiqlik qiladi, sal erkalanadi. Xullas, Xonzodaxon uyga sal xafa bo'lib keluvdilar. O'shanga erlarga aytasizmi, sal gul-pul olib kelib qo'yinlariga qarayirmidilar deb. Oppo, Yulduz, haliyam yanglab olibsiz. Bering. Alo. Tomore bo'lsin. Bundoq kelib, bola qilgan olib ketmaysizmi? Bizni bu yerda 8 ta kelin zo'rg'a nafas olib o'tiribmiz. Bitta keliningizni olib ketib, chiroyli qilib qarab, tuqqunicha chiqib biz bilan qolmasa kerak, ha? Kim? Yulduz. Nima balo? Kim bu ishlatilgan pampers qo'yib qo'yibdi? Qani, nima bo'lyapti? Sevarat. Bo'ldi, qolmay.